Dersimizi başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bugün ötüdüğün dersimiz, birinci dersimiz Allah'ını tunuş. Biz Allah'ını tanımay turup dinimizni bilemeymiz. Şunlaşqa birinci bugün ötüdüğün dersimiz Allah'ını tunuş bilen boludu. Hazır hemmeler Müslüman atanın perzenti boğalının için kiçikinden tep Allah'ını tunuğun anlatı çoğun buldu ona. Ama lekin Allah'ını tanıyamayvatkan, Allah'ın kimligini bilemevatkan dünyada nurgun ballar var. Endi biz bugün dersimizni şu Ahmet isimli bir balanınki Allah'ını tunuş hikayesinden başlayınız. Ahmet isimli sizlerge okşaş küçük bir balanın Allah'ını tunuş hikayesinden başlayınız. Bu bala Allah'ını qandaq tunuptu bir körüp bakaylı. Ahmet isimli nayet akıllık bir balı bayken. Nayet akıllık bir balı bayken sual soruşqa nayet amraqken. Her vakit sual sorap durgan bir balı eken. Bir gün ise anası bir mayki bilen iştanını o balaga bazardan ettiripti. Bala kelip, ana bu kiyimlerin kimyası diye dep soraptı. Anası maşinçi ustam tikti balam dep cevap veripti. Yani şu kiyimlerini kim yasagandı dep şununla kızıkıp anasından şu sualını soraptı. Anası dep cevap veripti, maşinçi ustam tikti balam dep cevap veripti. Anandan keyin bu Ahmet yine bir gün ise amrak oyuncuklarını oynayıp etip dadısından soraptı. Dada bu oyuncukların kimyası diye dep soraptı. Dadısı balan onu insanlar zavutiyası diye dep cevap veripti. İnsanlar zavutiyası diye dep cevap veripti. Bir gün ise bala tamak yeyip oylap kaptı. Bu tamakны anam etti. Bu kaçını, koşuqni, bu çatalını şundaq qo'yib, pichoqlarning hammasini kimyası diye zavutda insanlar yasap çıktı. Demek hamma narsaningki bir yasıg'usi bor ekan. Bir yasaydigan bir kishisi bor ekan, shundan yasıg'uvchisi bor ekan. Undaqda meni kim yasag'andi deb o'ylabdi. Meni kim yasag'andi deb o'ylab, apasiga, "Apa, meni kimyası diye" deb so'rabdi. Apasi aldirash chiqib ketgan, debdi. Aldırğancha jiq kep qildi ekansan balam. Seni men tug'dim, birisi yasimidi, seni men tug'dim debdi. Ahmet, qandaq tug'ding deb so'rabdi. Sen qo'ziqimga paydo bo'lib qolding, ondan yo'g'inab qo'ziqimdan chiqding debdi. Ahmet, "Ha, men onamning qo'ziqiga qanday paydo bo'lib qolgandiman?" deb o'ylabdi. Onamning qo'ziqi qanday paydo bo'lib qolgandiman deb shu savolni kallasida o'tkazamabdi. Bu bala her günüsü muşu soğan oylaydiken. Anamның qo'ziqi qanday paydo bo'lib qolgandiman deb o'ylaydikan. Aynakka qarab chiroyli ko'ziga, yuziga, vichirlab so'zlaydigan og'ziga, quloqlariga qaraydikan. Qarang, bu balaninki ham shunday chiroyli, shunday qo'y. Hammamiz shunday. Hammalar aynak qarab yaqinlar, hammalarninki yuzi shunday chiroyli, ko'zlari, qoshlari, og'izlari, sochlari shunchalik go'zal. Alloh hammamizni ajoyib go'zal yaratgan. Bu bala Ahmetninki bununla hayran qilishi ajablanarlik emas. Men shundoq chiroyli yaratilgan bir maxluq bo'lsam, qandoq sigim onamning qo'ziga paydo bo'lib qolgandiman deb shuni o'ylaydigan bo'lib qopti. Ahmet dadisi aramagan kunlarning birida dadisi bilan o'ltirib televizor ko'ribdi. Bir programmada Hindistondagi insonlarning kalaga iborat qilganligini anglab, hayron bo'lib dadisidan so'rabdi. Dada, bu kala aqlsiz bir hayvon bo'lsa, yeyish ichishdan boshqani bilmasa, qandoqmi bizdek insonlarni yarata oladi debdi. Balam, kala degan kala bir narsani yarata olmaydi debdi. Undaqda bizni kim yaratdi deb so'rabdi Ahmet. Alloh yaratdi debdi dadisi. Alloh kim deb so'rabdi Ahmet. Bir jiring'ishigan telefon bilan suhbat uzilib qoldi. Yani Ahmet dadisidan Allah kim degan savolning javobini ololmabdi. Telefon kelib, ularning suhbati uzilib ketibdi. Ahmetning kallasida Allah degan kimdi degan savol paydo bo'ldi. Ertasi uyning endi o'ynab etib,
bir top kishilarning ilohga ibodat qilamiz deb bir yerga kirib ketayotganligini ko'ribdi. İçiga kirib qarasa, insonlar yo'g'on bir tosh haykalning oldida tizilib o'tirayotgan, duo qilayotgan ekan. Mana rasmni ko'ryapsizlar. Ahmad bu toshdan yasalgan narsa ya gap qilolmasa, ya anglayolmasa, ya ko'rolmasa, ya mangolmasa, qandoq bir narsa yarata olsin. Hozir berib birni qo'ysam meni hech kim qilolmag'dak. Hey, bu insonlar sarangib qopti deb bu yerdan chiqib ketibdi. Ahmad nima degan aqlli bola qaranglar. Nima degan aqlli? Bu qarasanglar hammamiz bilamiz shundaqku. İnsanlar bunun sajda qilayotgan bilan bu ya gap qilolmaydi, ya anglayolmaydi, ya ko'rolmaydi, ya mangolmaydi. Shundaqmi? Hatto o'ziga bir tal chivin qo'ysa, chivinni ham ko'rolmaydi. Shashqandan birisiga shashqanni haydayolmaydi. Yani shundaq bu Ahmad berib birini qo'ysimi, bu hargiz uningga tayoqlan javob qaytarolmaydi. Yani shundaq hech qanday foyda manfaat yetkazolmaydigan shunday bir maxluqot. Bir cuma kunisi Ahmad masjidning oldidan o'tib qopti. Nurg'un kishilar tizilib, o'ltirib, qo'pib sajda qilayotgan ekan. Qarang. Nurg'un kishilar tizilib, o'ltirib, qo'pib sajda qilayotgan ekan. O'g'larni tepsili ko'zitib qarab turib, namozini endi tugatgan bir yosh yigitning yoniga berib, "Sizlar nima qilyapsizlar?" deb so'rabdi. Nima qilyapsizlar deb so'rabdi. Bu masjidning oldidagi insonlar namoz o'qiyotib ekan, shundaymi? Namoz o'qiyotib ekan, ammo Ahmad namozning nimaligini bilmaydigan bir bola ekan. Qishig'i berib hammasiga qarab, "Allaqay nima qilyapqandi?" deb hayron qilib, bir yosh bir bolaning qishig'i berib, "Nima qilyapsizlar?" deb so'rabdi. Ondan keyin bu yosh yigit "Biz cuma namozi o'qiyapmiz" deb javob beribdi. "Nimishqa?" deb so'rabdi Ahmad. "Bizni yaratgan Allohga ibodat qilish uchun" deb javob beribdi. Balaning qizg'in savolini anglagan yigit uni masjidning ichiga boshlab kiribdi. Bala to'xtamay savol so'rabdi. "Alloh kim?" deb so'rabdi. "Alloh seni, meni va butun olamdagi narsani yaratgan zot" deb javob beribdi. U "Nada? Alloh nada?" deb so'rabdi. Bu kishi "Arishda" deb javob beribdi. "Arish nada?" deb so'rabdi. "7 qat osmonning ustida" deb javob beribdi. "Men Allohni ko'ra olamdim?" "Yo'q, ko'rolmaysan." "Nimishqa? Bizning ko'zimizning Allohni ko'rish qudrati yetmaydi. Ems uning borligi qanday ishinaman? Men Allohni ko'rsam uni qanday ishinaman?" deb so'rabdi. Yigit bir qutisini balaga uzatib, ichishni buyuribdi. Bala ishgandan keyin, "Ha deb baqa, suvning ichida shakar bormi?" deb so'rabdi. "Ha, bor" deb javob beribdi Ahmad. "Shakarni ko'rdingmi?" "Yo'q, ko'rmadim." "Shakarning borligi qanday ishlansan?" "Suv tatliqkan" deb javob beribdi. "Men suvning tatliqligidan shakarning borligini bildim" debdi. Ondan keyin bu yosh yigit, "Mushuningdek, bizmi Allohni ko'rmasakmi, Allohning olamdagi yaratgan narsaga qarab turib, Allohning borligini bila olamiz. Chunki hech qanday narsa o'zidan paydo bo'lib qolmaydi, hamma narsaning yaratquchisi bor" deb javob beribdi. Bala bu gapni anglab, ko'nglidagi savolining javobini topgandek bo'ldi. Ko'nglidagi savol nima edi? "Men onamning qo'lsi qanday paydo bo'lgan?" degan savol edi, shundaymi? Bundan keyin Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Bala bu gapni anglab, ko'nglidagi savolning javobini topgandek bo'lib, men o'ylagan, onamning qo'lsiga paydo qilishi mumkin emasdi deb o'ylabdi. Yigit bu gapni anglab kulib ketibdi. "Aka, bizni yaratganning Alloh ekanligini siz ko'rmay turib qanday bildingiz?" deb so'rabdi bu bola. "Bizni yaratganning Alloh ekanligini siz ko'rmay turib qanday bildingiz?" deb so'rabdi. Yigit yenidan bir Qur'on Karimni chiqarib ko'rsatib turib, "Bu Alloh tarafdan bizga tushirgan Qur'oni Karim. Bu Qur'onda Allohning butun koinotni yaratganligi, nihoyat qudratli zot ekanligi, bizning qanday yashashimizning lozimligi yozilgan" debdi. "Bu kitob qanday tushgan?" deb so'rabdi bola. "Alloh taolo insonlarni yaratgandan boshlab elchilarni avatgan. Bu elchilarni biz payg'ambar deymiz. Alloh mushu payg'ambarlar orqali bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib bergan. Eng oxirgi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Alloh bu kitobni 23 yil jarayonida parcha-parcha qilib tushirib bergan" deb javob berdi. "Ha, endi bildim. Allohni mushu payg'ambarlarning va bu kitobning yordami bilan bilibsiz-da" debdi Ahmad. "Sen nima degan aqlliq? Men sana tushuntirib qo'yay.
Allah her bir insanın ruhunu yaratkan vakitte özünü tunutkan, şuna tuğulgan her kandak bulak Allah'ını bilip durup tuğuludu. Ata-anası onu keyin terbiyeleş jarayonida ya musulmon pet terbiyeleydi ya başka dinde terbiyeleydi. Ama bir kişiге ata-anası Allah'ını tunutmagan halatdimi Allah her bir insanga sezgi azalarını bergen, aqlını bergen, peygamberlerini bergen, kitaplarını düşürgen. Bu arqılıq Allah her qandaq bir insanı to'g'ri yo'lga başlagan. İnsan aqlını tefekkür qilish kerak. Sen bularni cho'ng bo'lgan texim yaxshi tushuna olaysan, debdi. Men cho'ng bo'ldim, hozirim tushuna olayman, debdi Ahmet. Ahmet shuni o'ylagan savollarining javobiga erishib, nihoyat xo'shal holda uyga berib, onasiga debdi. Ana, men Alloh bilan tanishdim. Hammamizni yaratgan Alloh bilan tanishdim. U osmonda ekan, biz uni ko'rolmaydi ekanmiz, deb bugun ko'rgan ang'allarni so'zlab beribdi. Voy balam, sen bularni bigidek bo'psan-a? Men seni kichik deb bersam bilmaydi deb o'ylab qoptiman, debdi onasi. Apa, men cho'ng bo'ldim. Allah haqida bilsangiz sizni so'zlab beraman debdi. Ma'qul balam, bilginimni deb beray, lekin men mushu jiq o'qiyolmagan. Bundan keyin ikkimiz kunda birga kitob o'qib o'rganayli ha debdi. Şunun bilan Ahmetning Allohni tunish hikoyasi tugadi. Men sizlarga bir qatam o'qib berdim bolalar. Endi men sizlarni o'qitaman. Bir boshdan sizlarni o'qitib, bir boshdan tahlil qilib chiqaylik. Bo'lamdi? Oxirida qaysini o'qib baqsizlar? Allah degan kimdir degan savol paydo bo'libdi. Atsi uyning yerida o'ynayapti bir to'p kishilar endi Allohga ibodat qilmaydi. Bir yerga kirib ketayotganligini ko'rdi. Yaxshi, maşallah. Allah razı olsun. Qaranglar. Mana da Ahmet o'yini endi o'ynab etib, bir to'p kishilarning ilohga ibodat qilamiz deb kirayotganligini ko'rdi deydi. Iloh degan nima degan gap desanglar, iloh degan yaratquchi degan gap. Biz ilohni kim deb bilamiz? Allah deb bilamiz. Ammo ma'o ezib ketgan kishilarcha ilohni boshqa butlar deb qaraydi ekan. Butlar bizning ilohimiz deb qaraydi ekan. Iloh degan kalimaning so'z ma'nosini bilib olinglar. Iloh degan biz musulmonlar Allohni iloh deb bilamiz. Ammo ezib ketgan boshqa dindagi kishilarcha o'zining yaratgan shu but masalan butlarni o'zining ilohiy deb biladi. Endi oxirga kelaylik. Oxirni Abdullah Sulqon İçine girip karınsa insanlar doğaldır da şeytanın aldılar sizlenip oldurvatkan dua kılvatkan Ahmet bu taşın yasalan nerse ya gel kılmisa ya anlamlisa ya görelmisa ya bağımlisa kandak mı bir nerse Yerdalsın hazır verini koysam meni içime kılavluğuda bu insanlar sağıran olup kalktı da çıkıp gitti. Gitti. Maşallah, maşallah. Qaranglar, Ahmet nayt aqlliqga qaranglar. Mushu butki baraqatga kirib nimalarni o'ylabdi desanglar, insonlar mush tosh haykalning oldida zinab bashlar sajdiq o'tirganlik qarab Tova bu taş heykeller ya gap kılanmasa, ya anlayanmasa, ya körenmese, ya mağanmasa, şundan mı? Hiç kandak bir ya hareket kılanmasa, kandak mı bir nesi yaratış kadir bulalısın, dep şundan aklı hayran kaptı. Yani bu butla qaranglar, gap kılanmaydı, anlayanmaydı, körenmeydi, mağanmaydı, şundan mı? Bunda qalatta bizdek bir akıllık insanların yaratışı herkese mümkün olmaydı, herkes mümkün emas. Ali Ustaz ben okubaksam. Bir cuma günü Ahmet mescidin aldıdan ötüp kaptı. Nurvan kişiler redlik tüzülüp kale vatkan iken. Oğlarını
tefsiri Muallim karab turup dal muallim oldum. emdila Muallime okumudu. Muallime okup Allah okumadı. seni alışını okudu düşünü anlamak için. Muallimden sizler nime iş kılvatı muallim soraptı. Yaxşı, maşallah. Bəsdən aldı kişilərin müşfetken namazı Muallim kutken Avsa. başladı mı? ben siz ne okusam? Siz ne okusam? Okumağalarını okutmayayım, okumağalarını okutmayayım Muallim bana. ben okusam. Ben İsmail ben okusam. Nefise okuma. Ben Meryem ben okumadım. Nefise Muallim okuma. ben okusam. Biz de cuma namazı vaktimiz cevap veripti. Demiş ki bizni yaratkan Allah'a ibadet kiliş üçün valinin kızgın sualini anlayan yigit onu mescidinin içine başlap kiripti. Bala toxtumay sual soraptı. Allah Allah kim? Allah sizi meni ve bütün alemdeki narsilerini yaratkan zat o neden Eriş nerede yatak asmanın üstünde ben Allah'ını körelemdim ya körelmeysen nimişka bizini bizim çözümümüz nimişka bizim çözümümüzün Allah'ını körüşke kudreti yetmeydi. Emize onun varlığı kanda işini ben Yaxşı, maşallah. Allah razı olsun. Qaranglar, ha? Balanın sualı qarab baqaylı. Bala Allah kim deb so'rasin deb javob beribdi. Allah seni, meni ve bütün alemdeki narsani yaratgan zat deb javob beribdi, ha? Allah nerede deb so'ragan savolga erishda deb javob beribdi. Erish degan nima? Erish nerede deb so'rasa, 7 qat osmonning ustida. Erish deganchi Allohning uyi, Allah turadigan yer deb erish deymiz. Erish 7 qat osmonning ustida, ha? Erish nihoyatda cho'ng. Kelar soat o'rganimiz bolalar. Men Allah'ni körelemdim deb so'rabdi. Yo'q, ko'renmaysan deb javob beribdi. Biz Allah'ni ko'renmaymiz bolalar, ha? Nemishqa debdi. Allah'ni nemish ko'renmaymiz? Bizning ko'zimizning Allah'ni ko'rishga qudrati yetmaydi. Qaranglar, Allah bizni yaratgan. Allah nihoyatda kuchli, nihoyatda cho'ng. Bizcho Allah yaratgan kichikgina bir maxluqat. Nihoyatda ojiz bir inson. Bizning ko'zimiz nihoyatda oddiy 7 xil nurning doirasidagi ozgina narsani ko'ralaydi. Ba'zi narsani qorong'udagi narsani ko'rolmaymiz, tomning keyinidagi narsani ko'rolmaymiz, orqamizdagi narsani ko'rolmaymiz. Shundaqmi? Bek oydinlikdami ko'rolmaymiz, hatto oppoq narsani o'shadimi ko'zimiz ko'rolmaydi. Ya'ni bizning ko'zimiz shu belgilik bir doiradagi narsalarni ko'ralaydi. Allohcho, Allah nur. Allohning nuri ajoyib bir parlaq bir nur. Bizning bu ko'zimiz undaq büyük, nurluq, nihoyatda cho'ng, qudratlik Allohni ko'rishga qudrati yetmaydi. Allah bizning ko'zimizda o'zining jamolini ko'radigan yaratmagan. Faqat jannatga borgan vaqtimizda Allah Taoloninki jamolini ko'rishga shu chaqda noil bo'lishimiz mumkin. Shu chaqda ko'ra olishimiz mumkin. Ammo bu dunyoda, dunyo ko'zimiz bilan biz bizni yaratgan Allohni ko'rolmaymiz vallah. To'g'rimi? Bizning qudratimiz unga yetmaydi, ha? Yaxshi. Endi Allohni ko'rolmaymiz.
Allah'ını ko'rmay turib, uning barligiga qanday ishonaman deb so'rabdi Ahmad. Buning savoliga javob berib boqayli. Allah'ını ko'rmay turib qanday ishonaman degandan keyin u savolga bu javob berishdan burun bunday qildi. Yigit bir qutisini balaga uzatib ichishni buyuribdi. Bir qutisini ishgan debdi. Ahmad ishgandan keyin deb baqa suning ichida shakar bormi ekan deb so'rabdi. Suning ichida shakar bormi ekan deb so'rabdi. Endi oxirini qaysini o'qib bolalar? Meryem degan Hadicha o'qisin. Hadicha tayyorlab turing. Meryem o'qing. Var. Üstüzenlik var. Şekerli gördün mü? Yak görmedim. Şekerinin barlıkına kandak işimizden su tatlıkken. He, muşunun da bizmo Allah'ını körmesek mu Allah'ın alemdeki yaratkan nersesiye karab turup Allah'ın varlığını bilemeyiz. Çünkü hiç kandak nerse özlükeden peyda bulup kalmaydı. Bala bu gepni anlap köңlüdeki sualının cevabını tapkandak bulup men bu oylagan anamның kursuna peyda bop qilishi mumkin emas. Yigit bu gapni anglab kulib ketibdi. Yaxshi, qarang. Shakarli suvni ichgandan keyin nindabdi? Shakar bormi ichida? Shakar bor debdi. Shakarni ko'rdingmi? Yo'q, shakarni ko'rmadim debdi. Undan shakarning borligini qanday bilasan degan deb javob beribdi. Suv tatliqga shuni bildim debdi, shundaymi? Shunga o'xshash, ya'ni Allohning borligini qanday bilamiz degan chog'da biz Allohni ko'rmasakmi, Allohning olamdagi yaratgan narsaga qarab turib, Allohninki mo'jizalariga qarab turib, Allohning haqiqatlari bo'lgan Qur'on Karimga qarab turib, biz Allohning borligini ko'rmasakmi bilalaymiz. Ya'ni biz o'zimizning yaratilishga qarab baqsaq, nihoyatda go'zal yaratgan Alloh taolo bizni. Andakin osmon zaminlarga qarab baqsaq, hayvonotlarga qarab baqsaq, dal-daraxt qushlarga qarab baqsaq, Allohning borligini biz shularga qarab turib bilalaymiz. Tushungan bolalar xuddi shakarli suvni tetib beqib, ichida shakar borligini bilalaymiz o'xshash, olamdagi maxluqotlarga qarab turib biz Allohning borligini bilalaymiz. Chunki hech qanday bir narsa o'zidan paydo bo'lib qolmaydi, hamma narsaga yaratuvchisi bor. Shuning bilan oxirini nima? Hadicha o'qing. Ve aka bizning yaratganning Allah ekanligini siz ko'rmay turib qandoq bildingiz? Yigit yenidan bir Qur'on Karimni chiqarib ko'rsatib turib, bu Allah tarafdan bizga tushirilgan Qur'on Karim. Bu Qur'onda Allohning butun kainatni yaratganligi, nihoyatda qudratli zot ekanligi, bizning qandoq yashashimizning lozimligi yozilgan. Bu kitob qandoq tushgan? Allah Taala insanlarni yaratgandan boshlab elchilarni avatgan. Bu elchilarni biz payg'ambar deymiz. Allah mushu payg'ambarlar orqali bizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib bergan. Eng oxirgi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi ve sellem Allah bu kitobni 23 yil jarayonida parcha qilib tushirib bergan. Endi bildim. Allah'ın muş peygamberlerinin ve bu kitapların yardımı bilen bilip sizde depti. Karanın. Ben çöndürüp bayandaki okuyumuz. Turamen çöndür olayın. Endi biz Allah'ın balıqını bildik. Şundan mı? Endi bu Allah'ını qandaq tanıyımız. Bizni yaratgan zatның isminin Allah ekanligini, o Allah'ın ismi sıfatlarini, Allah'ın kudretlerini biz qandaq tanıyalaymiz, qandaq bilalaymiz degan chog'da
bu yigit qanday qilibdi? Bir Qur'on Karimni yenidan chiqarib shundabdi. Bu Qur'on Karim, yani Allah tarafdan biz tushirgan kitob. Shundaqku, Allah tarafdan biz tushirgan kitob. Bu Qur'on Karimda Allohning butun koinotni yaratganligi yozilgan. Shundaqku, Alloh taolo hamma narsani men yaratdim degan. O'zining qudratlarini, o'zining ism sifatlarini yozgan. Anandan keyin bütün bizning musulmonlarningki qandoq yashashimizning lozimligini, bütün hayot yo'lini, ya'ni nima izlasak Qur'on Karimda topadigan darajada mushaning hammasini Alloh taolo Qur'on Karimga yozgan. Mushu Qur'on Karimdan biz bilalaymiz. Ya'ni Qur'on Karim bir mo'jizalik bir kitob degan. Endi bu kitob qanday tushgan bizga? Alloh tarafdan tushgan desa, Alloh taolo arishda shundoq yatqan osmonning ustida Alloh taolo. Endi Alloh taolo bu kitobni osmondan taqqa tashlab berganmi, qanday tushgan deb so'rabdi. Uni qanday javob beribdi desanglar, bu kitobning tushishini men tushuntirib qarang. Alloh taolo insonlarni yaratgandan boshlab elchilarni avatgan. Adem Aleyhisselam'dan tartib qaranglar. Adem Aleyhisselam'dan tartib Alloh taolo payg'ambarlarni avatib kelgan. Yani bu elçilerini biz peygamber deb ataymiz, Allah'ın elçilerini. Adem Aleyhisselam'dan tartib Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geçerek nurgun peygamberler ötken. Yani her bir kavimge Allah Teala bir kişi bir elçini evetip durup şu kavimini agahlandırgan. Mavu toğru yol, sen Allah'ını tunuğun, sen yaratkan zat Allah, Allah'ın yolunu mangın, mavu toğru, mavu hata dep, toğru yolunu mangsan cennet kirsen, hata yolunu mangsan dozak kirsen dep, bütün peygamberler özünün kavmini aslında toğru yolu başlap gelgen. Doğru yolu başlap gelgen. En ağır peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gücü Allah Teala muşun 23 yıl jarayonida Peygamber Aleyhisselam 23 yıl peygamber bo'lgan. 23 yıl jarayonida cumuş Kur'an Kerimni bir oyatdan, ikki oyatdan degandek parça holatda shunday tushirib, oxirida bütün hozirgidek biz o'qiyotgan 30 par Qur'on holatiga keltirib bergan. Deb bu kitobning qanday tushganligini so'zlayotdi. Yaxshi. Endi oxiri men tushuntirib qo'ya qildi bolalar, qarang. Endi biz bundan nimani bilib olamiz degan chaqda bir inson o'zini yaratgan Allohni tunish uchun qanday qilish kerakka? Bolalar izlanish kerak, tafakkur qilish kerak. Endi sen nihoyatdan baxtli bolalar. Sizlar izlanmaylar, Allohni tuniy oldinglar. Chunki menlar musulmon ota-onalarning farzandlari. Shundaqmi? Endi ba'zilar qarab boqaylik. Masalan, kofir oilasi tug'ilgan bir bola qarab boqaylik. Kafir ailesi tug'ilgan bola Allah'ını qanday tunishi mumkin? Qanday tuniy oladi degan chaqda Alloh taolo har bir insonni yaratishdan burun o insonga o'zini tunutgan. O insonning ruhlarining hammasiga Alloh taolo o'zini tunutayotgan. Shuning uchun har qanday bir bovoq tug'ilgan hamon Allohni tunigan holatda, musulmon holatda tug'iladi. Ondan keyin onasi uni ota-onasi uni tarbiyalab, ya musulmon qilib chiqdi, ya yahudi nasara qilib chiqdi deb deydi. Endi bunu biz nima deymiz sana? Bizim dilimizde tug'ilish fitrati deb ataymiz. Yaratilish fitrati deb ataymiz. Yaratilish fitrati deb ataymiz. Har qanday inson Allohni tug'ilganligi uchun keyin yashash jarayonida, musulmon oila tug'ilmagan bo'lsa-mu, keyin yashash jarayonida shu fitrat bilan yani Alloh taolani tuniy oladi. Ondan keyin desam insonlarning yaratilish fitrati bilan Allohni tuniy olmay qolmasin deb Alloh taolo bütün insonlarning hammasiga sezgi a'zolarini berdi. Meyli o insan musulman olsun, meyli kafir olsun, her qanday bir insan Allah Teala göz, kulak, burun, til, ağız qatarlıq sezgi a'zolarini berdi. Bu sezgi a'zolarimiz bilan ko'zimiz bilan ko'rib, quloqimiz bilan anglab, og'zimiz bilan tetib degandek, bu shunday sezgilarimizni ishitib turib, qanday qilamiz? Alloh taolani tuniy olamiz. Endi Alloh taolo sezgilarini tunimagan bo'lsa, bu insonga aqlni berdi, qaranglar. Hiç qandaq bir canlıqda bo'lmagan narsaning birisi aql. Insonda aql bor. İnson aqlni ishlab turib, tafakkur qilib turib, biz Ahmed degan bolaga o'xshash shundaymi? Anaqa butlarni ko'rib nima dedi? Bundaq so'zlayolmaydigan, anglayolmaydigan, ma'lolmaydigan bir narsa qanday bir insonni yarata olasin deb aqlni ishlatdi bu bola. Ashunday aqlni ishlab turib, Alloh taolo meni tunisin dedi. Yani biz aqlimizni ishlatsak, atrofimizga qarab tafakkur qilsak, Allohning qudratini haqiqatan his qilib yetalaymiz. Biz kelar saat dersimiz inşallah şu sezgi a'zolarimiz orqali, aqlimiz orqali Allohni tunuydigan har xil misollarni ko'rib o'tamiz. Har xil misollarni ko'ramiz. Andiki sizlarning tafakkurlarini ochadigan ba'zi topshiriqlarni beraman. Shu orqali biz tafakkur qilib turib, Allohni haqiqiy shaklda tunishga tirishamiz. Ondan keyin inson aql bilan tuniy olmay qolgan bo'lsa-chi, Alloh taolo bütün ummatlarning hammasiga
peygamberlerini, elçilerini evetti. Bu peygamberler qanday qildi? Bu peygamberler insanlarni aşındaq to'g'ri yo'lga yetakladi, xato yo'ldan to'sdi. Peygamberlarning ba'zilariga kitoblar tushirildi. Mushu kitoblar orqali, peygamberlar orqali yana Alloh taolo mushu inson o'zini to'ntishni iroda qildi. Endi o'ylab beqinglar. Alloh taolo bizga 4 xil hidoyatni berdi, qarang. 4 xil hidoyatni berdi. Mana darsdan keyin dars mazmunida qarang. Allah Malum taolo ben okusam bunu. Durun, ben tushuntirib beray. Alloh taolo insonlarga 4 xil hidoyatni berdi. Aa, direkt. Bu 4 xil hidoyatninki qaranglar, birisi yaratilish fitrati. Ya'ni insonlar hammasi tug'ilgan chog'dachu musulmon holatda tug'iladi. Ikkinchisi sezgu a'zolar, sezgu hidoyati. Üçüncüsü aql hidoyati, to'rtinchisi payg'ambarlar hidoyati. Mushu hidoyat orqali yine Allah'ın tanıyamagan bo'lsa, Alloh taolo nima dedi? Xohlagan kishi musulmon bo'lsin, xohlagan kishi kofir bo'lsin deb bizga ixtiyorlikni berdi. Shundan bir kishiniki musulmon bo'lib qolishi, ya bir kishining kofir bo'lib qolishi bu hargizmi Allohninki nimasi emas. Alloh uni shunday kofir yaratib qo'yganligi uchun emas. Bu kishi Allohni tanıyamaganligi, aqlni ishlatmaganligi va mushu nimasi o'zininki ixtiyorligi sababidan bo'lgan, ixtiyorligi sababidan bo'lgan. Endi vaqt munosabatidan oxirini menlam tushirtay ballar, qaranglar. Ahmad shuni bilan bu gaplarni anglab, kalasidagi butunliga xayollarning hammasi, savollarning hammasi hal bo'ldi. Shundaymi? Anadagi anasi qo'shiq kelib, men Alloh bilan tanishdim deb nihoyat xushalolad keldi. Men Alloh bilan tanishdim. Hammamizni yaratgan Alloh bilan tanishdim. U osmonda ekan, u bizni ko'rmaydi ekan, ammo biz onu ko'rmaydi ekanmiz, ammo bu bizni ko'rib turdi ekan deb nihoyat xushalolad keldi. Endi anasi qaranglar. Anasichu bu balani kichik bilmaydi deb mushkamchilik Allohni tunutmabdi ekan to'q. Shundaymi? Anasi nihoyatmi hayron qoldi balasiga qarab. Voy bola, mushlarni bigdek bo'lsa, seni kichik deb tushunmaydi deb demabdi ekanman debdi. Shuni endi deb beray, endi men endi deb berang degandan keyin ma'qul, birginim deb beray. Bilmaganlarimizni kitob ko'rib, ishkilizdan o'rganaylik debdi. Yine nihoyatmi anasımın nait. Hoşal oldu Ahmet'teki Allah'ın doluğanlığı için. Şununla bugünkü dersimiz tügedi vallahi. Derske münasebetlik bir nimimiz var. Musabık oyunumuz var. Oynaşık falısanlar, musabık oyunu oynasanlar buldu.